Hech jahonda ham ayol kishi hurray otami? Men ham mazza qilib uxlayim keladi. Atalam chiqib qoldi, ishdan charchab kelaman. Qani nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Eshitaman. Nimani eshitasan? Biz eshityapmiz, xo'pmi? Hali drenmi, perforatormi o'sha yig'ishlar ertalab qilasan remontingni. Siz kechasi uxlamagansiz, ko'zingiz qizarib yotibdi. Meni uxlatib qo'yib qatga borib keldingiz. Enayni ammasini uyiga borib keldi. Ko'zinglarni o'lgur, kechasi bilan uyqu bermay chiqding, xurrak otib, qilib. Birinchidan men hurriy yotmayman. Ikkinchidan telefon bersiz yotmayman. Ko'zinglarni o'lgur, erkak kishkiram birinchi, parosatni qaydan olgansan? Endi ishonchli smartfonlar arzon narxlarda. Akajon qarang, Samsung Galaxy S25 telefoni 8 ga 256, eski narxi 16.116 ming, yangi narxi 11.926 ming. Muhdalli! Uxlama hozir hammani qo'qitib yuborasan hurrayim bilan. Honor Tourist telefoni 8 ga 256, eski narxi 5.170.900 ming, yangi narxi 4.343.600 so'm. Samsung Galaxy A17 telefoni 6 ga 128, eski narxi 2.373 ming, yangi narxi 1.989 ming. Yo-mayo! O'zini oylig'idan to'laydi. Xiaomi Redmi 15S telefoni 8 ga 256, eski narxi 1.947 ming 700 va hozirgi narxi 1.636 ming 100 so'm. Voy dada, shuni olaman. Voy sekinroq onam kelgan, uxlayaptilar. Onadan bosh ekanda, ha? Yashamayli ekanda.